Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolasa sizlarga Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanida yangi qurilgan 3 sotikli uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Shuni ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, 36-maktab mana. Maktab shunday yonida uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Katta yo'lga mana mabdan chiqasizlar 100 metr uzoqlikda. Gazlarni ko'ryapsizlar mana. Stalbalarda tungi chiroqlar bor mana. Maktab mana. Maktab yo'ldan shunday qaranglar. 50 metr ichkariga kiramiz. Qani kelaverib. Yangi qurilgan, gaz ham, suv ham, svet ham, internet hammasi o'tgan. Kadastr hujjati zo'r holatda. Yana buni plus tarafi, puliga kelishsanglar, xudo xolasa bo'lib to'lashga ham beraverar ekan. Pulini bo'lib to'lab, xudo xolasa xonadonlik bo'lib qolasizlar. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Sada-Arg'in mahalla fuqarolar yig'ini Shabnam ko'chasida 3 sotikli uy-joy xudo xolasa sotuvga qo'yildi. Mana mana shu xonadon. Mana. Ko'ringlar, Shabnam ko'chasi 67-uy. Fasadni ko'ryapsizlar mana, kattaligini. Bu o'sha burchakgacha mana. Gazlar kirgan mana, gaz. Hammasi zo'r. Bu yoqlar mana keling chegarani ko'rsataveraylik. Mana chegara. Mana shu burchakgacha ko'rishinglar mumkin. Yangi qurilgan uy-joy. Gazlar mana hammasi, bu yoqdan ham hammasidan xullas zo'r qilib qo'yilganda. Maktab yaqin, bog'cha yaqin, magazin yaqin, Nurafshon shahrining sentrigacha turgan xonadonimizda 2 kilometr uzoqlikda turibmiz. Qo'yliq qachon? Qancha bir 20 kilometr. Food City 16 kilometr uzoqlikda. Bismillahirrohmanirrohim. Yangi qurilgan uy-joy mana, ko'ringlar. Xonadonga gap yo'q. 3 sotikli uy-joyimiz boshlang'ich narxi $48,000 so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Uy-joyni mana ko'ringlar. Hali hech kim yashamagan, gaz ham, suv ham, svet ham, internet hammasi o'tgan. Ichimlik suv, vodoprovod suvi mana. Mana. Ichimlik suv, toza vodoprovod suv, muammo yo'q. Xonadon tayyor bitgan. Mana darvozaxona. Darvozani ko'ryapsizlar, hovliga bemalol 2-3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yoqdan mana xonalarga bitta-bitta kirib chiqamiz. Xonadon mana kirganda teglari pol, atapleniya tizimi hammasi qarovullar, oynalar, devor pechkalar mana chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yoqda keyingi xona. Keyingi xona atapleniya tizimi hammasi o'tgan. Devor pechkalar, patologlar, tayyor uy-joy. 48,000 so'ralyapti. Yangi qurilgan, yana o'tib kelishtirib beraman bu haqda. Bog'cha, maktab, magazin, masjid, bozor, hamma narsa yaqinda. Sharoit zo'r. Keyingi xonamiz mana remontlar qilingan, mana zo'r holatda atapleniya tizimi, qarovullar hammasi o'tgan, oynalari, eshiklari juda ham go'zal. Xonadon tangi 100%. Pol hammasi. Atapleniya tizimi mana ko'rsatib olavering. Mana piramida katyol ko'rishinglar mumkin. Hammasi o'tgan. Yo'llar xonasi. Yo'llar xona. Oshxona. Oshxona. Hammasi o'tgan, qarovullar mana. Oynalari. Mana gazlar ham kirgan. Misol gaz plita qo'ysanglar, shunda uliysizlar bo'ldi. Tepalardan hammasi
zo'r qilib qo'yilganda xullas. Mana bunaqa hovlida o'tirishga skameykalar qilib qo'yibdi, qaranglar. Chiroyli qilib. Mana bu mana yashil hududi. Qarang. Zo'r. Sharoit zo'r. 3 so'tlik 48 ming yana o'taman kelishtirib beraman. Yana plus pulini bo'lib to'lashga ham beraman. Bu yoqda hammom. Xo'sh, hammom. Kirganda unitas, yangi mana upakovkalar hali ochilmagan. Rakvina hammasi ehtiyot bo'ling, u yoqdagi tushib ketmaydi. Cho'chiklar, suvdiki mana hammasi qo'yilgan. Yo'qda. Mana aristollar qo'yilgan hammasi. Mana bu mana yuvinadigan, hammasi mana chiroyli qilib qo'yilgan. Ataklagan tizim bu yerda mana paravoylar. Bu tarafda, narigi tarafda hammasi ideal holatda. Xullas, mana xonadonimiz 3 so'tlik Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Sada-Arg'i mahalla fuqarolar yig'ini Shabnam ko'chasida 3 so'tlik xonadonga 48 ming so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Pastda ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.